Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Emma ben. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli televizyon köykçi biraderlerimiz. Bizdeki bu katimki dersimizge yine hoş kişiler. Bizdeki bu katimki dersimiz avvalki dersiniki yani ayal kişiler dikkat kılışqa tegishli bo'lgan ba'zi masalalarninki ustida degandik. Buniki ikkinchi qismininki ustida to'xtalamiz. Endi ayol kishiniki yana bir dikkat qiladigan ish, ayol kishi boshqa bir ayol kishini o'ziniki yeriga nima qilish, sat ko'rsatish. Endi oyatning boshqa darsimizda uni deb o'tdi bu mazmunda. Yani ayol kishiniki yüzü, yerininki muşunak turmuşunu nima qilish, unuga sat ko'rsatish. Sat ko'rsatib, ayol erininki turmushni rozi bo'lmaydigan, ayol yerininki gap unmaydigan holatga ekib qo'yish. Yani ayolisi yoqdab buzib, mana yeriga uni buni qilish. Bu ishdagi ko'pinchisi erlarda ba'zi yani erlar teplisimi, lekin ko'pincha ish ayollar tarafidan kelib qoladi. Ayollar tarafi hamdi. Ayollar şu ayollar aralashgandan keyin o ayolga aniki eriniki ko'rdingizmi? Eringiz pul tepa anda qo'ydi, siz manda qilmabdi, bu nima qilib, siz anda qilgan, manda qiladi ekan deb, meni mushdaq qilishniki ishniki bu ishning ko'pinchisi meni ayollarda uchun tepiladi. Meni bu to'g'rida Ummu Salima radhiyallohu ta'ala anhu shuna deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna degan. Qandoq bir kishi, eri qandoq bir ayol yüzünki yeri razı olan halatda ölüp ketken bolsa, mana bu ayolninki yüzü cennetke kirdi dedemdi. Anda oğandayken bu ayolninki yüzünü bir ayol kopup yeriniz andakken mandakken deb şu arkalık yerininki kösatqa işlerini sat köstüp men yerin narazı kıldıgan işqa apıp koyganlığınki yüzü bu nima bu çoğun hatalık. Eğer undaq qilmay Tehim yaxshi qilish, erini rozi qilish uchun qilgan ish harakatning o'zi nima bu? Savab. Mana jannat kirish savab bo'lgan ekan. Mana bu erini rozi qilish kerak. Yana bu to'g'rida yozman o erini xafa qilish emas, mana erini rozi qilish kerak. Yani erini rozi bo'lgan vaqt o'zida men jannat kirmaydigan ayol yozman erini rozi qilish kerak. Agar erini rozi qilmagan bo'lsa, o'shaning o'zidan men mushunga sababchi bo'lgan har qanday ayol kishining o'zi u cho'ng bir xatolikni o'tkazgan uchun bo'ladi. Mana bu to'g'rida meni erini xafa qilmay, rozi qilishniki ustidagi mana muhim bo'lgan ishlarniki biri bu to'g'riliqina Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna deydi. Agar men bir odamga sayid qilishga buyurgan bo'lsam edim. Ya'ni bunda burish qat'iy dursa emas, Allohdan boshqa hech qanday bir kishiga. Mushunda ish menga faraz bil taqdir mana mushunda bilib qolgan bo'lsa edi, men ayol kishininki yüzüniki yerga sayda qilishga meni buyuruydim deydi. Yani yüzünün yerini Xudo holatda ko'rib, mushundaq roziligini elishga men buyuruydim deydi. Yani demak bu yerda erninki xafa qilsa ne kadar gunoh ekanligini, men erninki rozi qilishniki ne kadar muhim ekanligini bu hadis orqali nima qiladi bu yerda bilinadi. Bir adamniki bir adamga sayda qilishi, uniki oldi turishi bu durus emas. Bu qul. Bu qulchilikqa mana islomdan har kim rozichi emas. Buni ichida bo'lib qolsam deydi. Ayol eriga bo'lib qolsa bo'ladi. Er sayda qilsa bo'ladi. Unda qilish durus emas. Nimadan ish qilsa erlarninki ayollarninki ustidagi haqqini ko'p bo'lganligidan degan payg'ambarimiz birinchi hadisi bor. Shuning uchun mana har qanday bir ayolni yüzüniki yeriga xafa qiladigan unda bir ish harakati qilmasligi ham shu ayolniki yuzi mana eriniki qanday qilib men erimniki roziligini olaman deb davomli mush holat uchun bo'lish kerak. Chunki u ayolniki jannatga kirishi ayolning yeriniki roziligiga bog'liq. Bu payg'ambarning hadisi. Yana Tövenki hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enes ibn Malik radıyallahu ta'ala anhu rivayet eden bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna deydi. Bir adamninki bir adamga mana sayda qilishi bu durus emas, loyiq emas. Agar durus bo'lib qolgan bo'lsa, mana
meni Adamga sayda qilsa bo'ladi deydigan shub qolgan bo'lsa, men ayol kishini o'ziniki eriga sayda qilishni buyurdim. Nimishqa? Eriniki ayoliniki ustidagi haqqiniki katta jiq ekanligidan degan. Meni degan. Ondan keyin payg'ambar alayhissalatu vassalam yana bo'yini tamsil keltirib, men Allohdan qasamki, agar meni shu eriniki qadimidan mushu eriniki beshik kagichilik shu bir pasqini jiringda bir narsa bor ekan. Netsib ketibdi. Usqon va kazo shunday narsa hamma pasqinib ketibdi jiring va kazo bilan. Ondan keyin bu ayolning o'zi shu ya'ni suyib, ondan keyin yalab hammani ashunda qolat pokiz qilyapsimi? Mana bu ayol o'zining eriniki haqqini ado qila olmaydi degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisi bor. Yani bunu deganlikniki o'zidan ayol shunda holati demakchi emas, ya'ni shunda haqqi inoat yuqori degan gap. Buni qarta har kishi ayollarni shunda muomala qilgan quldek ish qanadasi deganlikchi emas. Ayol har kishimi mana agar ashunda bir maqsadda ashunda meni kuchim bor deb zulm qilib xorlab ashunda qilgan bo'lsa, o'chan cho'ng gunoh o'tkazadi. Cho'ng gunoh o'tkazadi. Bu qat'iy nima emas, durust emas. Bu to'g'rida ayol kishiniki erlar ustidagi haq huquqlar degan mazmunda biz shu tafsil to'xtaldik. Bu yerda deganning o'zida ayol kishining o'zini erlar qul qilib berdik deganlik emas. Ya'ni shu darajada muomala qilish kerak degan gap. Buni qartani ekan. Erlar uchun ayol kishiga shu holatda uchun muomala qilish kerak. Shu holatda rahimdil, kuyimjon, afujon, mushunda kan qo'saq, mushundaq ya'ni nim qilish kerak? Idora qilib rahbarlik qilish kerak. O mushunda qilmasang, meni rozi qilmasang, u jannatga kira olmaysan, deb qonunsiz, urunsiz mushunda qo'rqitib, uni andaq qiladi ekan, bu erniki o'zi zolim bo'ladi endi. U ayolning yo'q, ayol kishi o'zi bo'ysunibdi. Allohning rasuli buyuribdi ekan, desa bu maqsadga savob bo'ladi. Endi bundaq deb turib, shundaq deb tursa, yeni bo'ziga yetib, yeni ashundaq qilaman deb urunsiz, ashundaq qilsa zolim bo'ladi. Zolimni Alloh yaxshi ko'rmaydi, zolimniki g'oyat do'zak. Meni buning uchun nima qilish kerak? Diqqat qilish kerak endi. Unda o'g'andi ekan, mana mushu hadisga asosan, mana erninki haqqi ayollarning ustida noati jiq. Unda o'g'andi ekan, men ashundaq yaxshi muttaqi erimniki rozilik olaman deb tug'gan nemisi ma'qul deb tug'gan ayollarni opirib, yeni bir ayol uni kuchketib, mundaq qilsang odamni andan hozir zaman mandaq qilib undaq deb anda buzishniki o'zi meni cho'ng bir nima u gunoh ish sabab bo'lgan ekan. Ham o ayol o'zi erniki roziligini olmay, eri rozi bo'lmadi, bo'lmadi, kar yo'q. Yana shuni uchun o'zi mijozim qo'yim deb oralliqni tillab, haqirab, jaqirab undaq qilgan bo'lsa, cho'ng bir xatolikni o'tkazgan bo'ladi. Gunohni o'tkazgan bo'ladi. Og'iz yomonlik qilib, mijoz askilik qilib, va mening mijozim vakada o yerni ko'ziga ilmay bundaq qilgan bo'lsa, men ayol kishining o'zi cho'ng gunoh kabir o'tkazgan bo'ladi. Buni agar ashtaqa tövbe qilish kerak. Er bo'lish kerak, ayol bo'lish kerak. Har qanday onda er bo'ladi, ayol bo'ladi. Er degan ayol kishining mushundaq men rahbarlik qilib ishlarga meni yetakchilik qiladi. Ayol kishi shu andagi erimkan deb Allohning rasuli deb nima desa, to'g'ri bo'lgan ish bo'lgan bo'lsa, harom ish bo'lmagan bo'lsa, gunoh ish bo'lmagan bo'lsa, meni qo'lidan keladigan ish bo'lgan bo'lsa, men buni uchun nima qiladi? Bo'ysunadi. Bundaq vaqt o'zida men bo'ysunib, kishi shunaqa buyuruydi, ana lekin ish bo'ladi. Endi yana bir masala endi ayolniki, o'ziniki, yeriniki ochiqni keltirish. Ochiqni keltirib qo'yish. Yani davomli ochiqni keltirdi. Yani yaxshi muomala qilmaydi endi. Yuqorida degan bu o'xshib ketsin, lekin bu ayrim bir mavzu ekan. Buning uchun shunga to'xtaldik. Endi davomli yeriniki ochiqni keltirish. Yerini xafa qilish, o'rinsiz endi. Bekatini xafa qilib, hurmatini qilmay, inovatini qilmay, davomli xafa qiladigan, mushunda kamsitadigan, o'zining kichkina bir narsa o'zini oliy ko'rib ketib, uni nima qiladigan, agar unda qilib ketgan bo'lsa, ashundag'imiz cho'ng gunoh o'tkazgan bo'ladi. Bu cho'ng bir xatolik. Bu to'g'rida men Jabir ibn Abdullah radhiyallohu ta'ala anhu shuna deydiki, dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, 3 odam bor. 3 odamningki namozini Alloh taolo qabul qilmaydi. Deb, endi birisiga ekan, uchinchisiga
bir ayol yüzdeki yerini açığını keltirip koygan bolsa, bundaq ayolninki bu namazını qabul qilmaydi deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yeni bir hadisida Peygamber aleyhissalatu vesselam şuna deydik, üç şeyden baki Allah Teala bu üç şeyden hiç nimini sormaydı. Apırıp ma işini qilib. O kavun. Bir ayol varken o ayolninki yeri mesela öynü bakımen pul tapılan o gaza işini qilman deb sırt ish ketibdi. Yoki jirahya ketibdi, tijorat va ishni qilaman deb işte ketibdi. Lekin shu kasmi o erning o'zi shu ayolga dunyolik chiqimini hammani qilib beribdi. Qilib bergandan keyin ananiki bu ayol eriga xiyonat qilibdi. Erim yo'q-ku deb eriniki omonat qo'yib ketgan pul mollarini hammani ya suqibdi, ya yig'ibdi ko'madi deb, ya ota-onamga qilib beramda o'g'irlab olib ko'masdan, ashta qilib yoki mehmondojlik o'qimasdan ashta tasarruf qilibdi. Yani uxsamayli ruxsat qilgan bo'lsa, o'chaning o'zida o'mayli. Ama işte qilgan bo'lsa yoki cho'ng bir xiyonat qilib ashta qilgan bo'lsa, o'chaning o'zida mana bundaq kishiga Alloh taolo bulundaq ayolni hech nima so'ramayli olib do'zax tashvatinglar deb do'roq do'zax tashvadi deydi. Undan bo'lgandan keyin mana erninki o'zi mushundaq sirtning ishini qilgan bo'lgandan keyin buni asosan bu chiqayotgan vaqtning o'zida badigidek ish qilib ochig'ini keltiradigan ishni qilmaslik uchun kerak. Endi İbn Ömer radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet qilgan bir hadis Peygamber shuna degan, ikki odam bor, bu ikki odamniki namozi u odamniki beshidan o'tmaydi deb, mana bir ayol o'ziniki eriga osi yo'qdi. Ya'ni mani qil ya qilma degan ishga unmay, uniki qarshilashibdi. Ochig'ini keltiribdi. Kelgan bo'lsa, mana bundaq ayolniki qancha peshvoq namoz o'qidim, qilib ketdim deb qismi, mana bundaq ayolning namozi maqbul emas. Hattoki bu ayol shu ishidan yongan qadar qachon yenib tövbe qilib qan bo'lsa, o yerni ruxsat yeriniki roziligini qilib, nemisi ma'qul deb ashta qan bo'lsa, o'chaning o'zidan namozi maqbul, bo'lmasa namozi uchun maqbul uchun emas deydi. Mana Abu Umama radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan bir hadis. Bu hadisda üç adamniki namozi qulug'idan yutib ketmaydi deydi. Uniki biri bu nima? Yani yerini ochig'ini keltirgan, yerining ochig'ini keltirgan mushundaq nima? Ayol kishi deydi. Yani bu hadis natija qilgan meni deb qilmadik. Yani bu hadisning o'zi bir sahobadan emas, bir qancha sahobadan rivoyat qilgan bir hadis. Bu hadisniki o'zini Peygamber sallallohu aleyhi ve sellem deganligida hech qanday shak yo'q. Bu nima u? Peygamber sallallohu og'zidan chiqqan gap. Unda bo'lgan ekan, mana ayol kishiniki o'zi mana davomli o'ziniki yeriniki ochig'ini keltiradigan ishdan saqlanish kerak. Davomli mana u yeriniki mana xo'shal qiladigan, rozi bo'ladigan, kuladigan mana ishlarini qilish kerak. Buni bilish kerak. Undan keyin u oilada, undan keyin Allohning rahmatiga erishadi. Agar undan bo'lmaydi ekan, og'iz yomonlik qilib ağız yamanlık qilgan bo'lsa, har ikkita usul bo'lgan bo'lsa, og'iz yomon, og'izi ishtek, qiligi nachar, mushundaq qilgan bo'lsa, voy bu ayolga endi bir narsa qilmaydi, jahannam bo'ladi endi. Bu hadisga asosan. Ana Alloh namozni qabul qilmaydigan namoz o'qima degan gap endi. Uni oxir namoz o'qimagan odamning oqibati deymi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisida biz bilan ularning o'rtasidagi farq namoz. Mana bu islom dinining rukunining biri. Rukun birini qilmagan bo'ladi. Qilmagan bo'ladi bu oxiri ichinishlik bir holatda bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun har qanday bir ayol o'ziniki yeriniki mana roziligini elishi, ochig'ini keltiradigan, xafa qiladigan ishni cho'q qilmasligi, bunga diqqat qilish kerak. Agar ashuna bo'lib qolgan bo'lsa, darhol tövbe qilishi kerak. Buni qarta endi bu yerda erlarniki mijoz har xil bo'ladi. Şu ayolning o'zi, shunday yaxshi ayol, nemisi ma'qul deydi. Shundaq men roziligini olaman deb, ma'qul desa, qandoq qilaman desa ma'qul deydi. Deb turlig'ini endi bekor ochig'i kelib u erninki o'zi yo'q yerdan ish chiqarib, uni haqoratlab, tillab, andaqan bo'lsa, o'chaning o'zida bu gunoh darhol yutib ketadi. Mu'min musulmonlarni haqoratlash, uni kamchi ozor berish harom. Yüzdeki ayol bo'lgan kishiningki o'zini, bu mu'min musulmon bo'lgan, taqvo muttaqi bo'lgan, uni undaq qilib qo'yganmiz. Texib haromning ustiga haromni ishni qilgan bo'ladi.
Endi mushundaq qipti deb o'chan o'zi zo'tali qilib, kibrli qilib, uni tillaydigan, haqoratlaydigan, kamsitadigan, ko'zga ilmaydigan mushundaq, ya'ni qilish qo'rqitib, nima deytding, men edisonda yili dezak deb bunda qilib davomli ashtaqqan bo'lsa, bu erniki o'zim yaxshi er emas, axloq obdanchi emas. Bu zolim bo'ladi, zulm bo'lgan bo'ladi. Zulm qilishning o'zi islom dinida meni cho'ng bir nima u xatolik. Buni nima qilish kerak? Diqqatli qilish kerak. Endi yin bir ayollarniki diqqat qiladigan ish nikohniki asli mana yurish uchun jazman nikoh qilmoqchi bo'lgan qiz ayollarimiz mana o'ziga egdochilik qilgan valininki ruxsatini olish kerak. Endi Hanifiy mazhabniki o'zida ruxsat bo'lmasa, shu er ayol ikkilisi talaffuzda nikoh bo'ladi deb qaraydi. Ham qarasimi undan boshqa olimlar ko'pincha mana valisiniki roziligisiz nikohchi nikoh bo'lmaydi deydi. Bu to'g'riliq. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki bir qancha nimalar bor, hadisi bor. Undan o'g'andiki buni diqqat qilish kerak. Shunga to'y qilish qolgan bo'lsa, qizniki o'zi jazman o'ziniki valisidan so'rashi kerak. U valisi degani kim u? Otasi. Otasiniki otasi bo'lgan bo'ladi, otasiniki tog'ilari bo'lgan bo'ladi. Mana o'ziniki aka inilari balog'at yetgandan keyingi aka inilari bo'lgan bo'ladi. Bu valiniki o'zi ayol bo'lmaydi endi. Ayol taraf hisob bo'lmaydi. Mana buniki ruxsati bilan oniki to'y qilish kerak endi. Ruxsat bermay o'chan o'zida tagmi disim unmay nemati sang deb ashta qolgan bo'lsa, o'chan o'zida bu cho'ng bir gunohni o'tkazgan cho'ng bo'ladi. Endi buniga endi bu masalani aytibek ig'ir masala. Masalan, ayol qizlarniki o'zi bir-biriga tegmadigan vaqt o'zi ota-onasi endi shu yigitning o'zi obdan bo'lsa-mu, yo'q bir sababdan uni ayrılishib unmaydigan ishi bor. Agar bu unmasning o'zida agar shu yiliq yigitning o'zi ota-onasi bilgandek endi bu yerda qiz vallar va undan boshqa ayollar jamiyatga yurib qilmagan bo'lganda ekan, shu yigit va yoki shu yigitning oilasini qanday ekanini o'qib olmaydi. Unda vaqtning o'zida otasi o'qidi. O'qib turib endi bu yerda xato yoki uning jamiyati obdan emas, yo bizga loyiq emas, buniki jamiyati bunda qaraq, yo aroq kesh, bunda qo'yadi, yo tamoq chekadi, bu obdan bo'lmaydi, teksan bo'lmaydi deb o tarafda to'sib turib ayta qilsa, u chon o'zida ma'qul tuyishi kerak. Agar uni may tatib qolgan bo'lsa, cho'ng bir gunohchi ish bo'lgan bo'ladi. Endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlar diyonati, axloqi, rozi bo'lgan bir kishi kelgan bo'lsa, darhol beringlar deydi. Agar endi shu ayolni shu yigitningki o'zi aşındaq ubdanken, aşındaq ubdan turuqluğun hem erdeyiş neymiş bakya yetip de bunu beka ya ki onu tercih kılmay vatanesi uçan üzde ya pul ve avu ya ki mavu de yok sebepli köş arkalık bunda kalmasa uçan üzde bu peygamberinin ki ben sözüge o atana unumağan boludu bu hatalık o atanı da olan boludu demdi. Atanı şu atanı da boğan boludu. Şunun için bu meselede mi ata-ana nima qilish kerak, bunga diqqatli qilish kerak. Qandaqligi bo'lmasin, mana erkakning va tegmoqchi bo'lgan ayol ham qizlarniki o'ziniki ota-onasi bo'lgan valisidan qat'iy nima qilish kerak, ruxsatini olish kerak. Ham ota-ona bo'lgan odam muamdi o'zi tabi nas qilmay, payg'ambar sallallohu alayhi amr farmonlariga xilof ishni qilib qo'yishdan saqlanish uchun mana diyonatlik obdan bir yigit chiqib qolgan bo'lsa, bu qizimiz mana xato bir ish qilib qolmasin deb darhol mana shart-sharoit ham imkon bo'lsa, darhol to'y qilib berib o'tish kerak. Bu orqali qanday har taraf mana gunoh o'tkazmaydigan bir holatga men shu kelgan bo'ladi endi. Buniga nima qilish kerak? Diqqatli qilish kerak. Endi yana bir masala bor. Nushuzul mar'ati deydi. Ayolninki, yüzniki, yeriniki buyruqqa unumaslik. Yani ko'ngilsizib qilish. Yani yeriniki gepi unumay, ma'ni qilma desa unumay, mushundaq qilish. Endi bu yerda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de er-ricalu kavvamuna alen-nisa bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd ve bima enfaku min emvalihim fes-salihatu qanitatun hafizatun lil-gaybi bima hafizallah vallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madadi'i wadribuhunna fe in ata'nakum fala tabu alayhinna sabila innallaha kana aliyyan kabira deydi Allah Teala. Erle
ayollarniki üstü ayollarga meni qiyamdır. Yani erler ayollarni idare kıldıgan, onunla rehberlik kıldıgan, işlerini qilib beradigan, tüzleştirip beradigan muşundaq kişiler deydi Allah Teala. Yani ayollarniki işlerini hemkarlaşıp, hata ketken yeri olup tüzep, muşundaq doğru yolunu köstüp, işlerin hemmini qilib, imkan bo'lgan bo'lsa qilish tegishlik. Men mush ishning hemmini ayollar çok, benim erler çok, berdi muşundaq idare qilib, ishni çok qiladi. Qilishi Allah Teala mana ularniki ba'zining ba'zisiga ortiq qilishniki sababi bilan bo'ldi. Yani erni er, ayolni ayol qilganlik, yani bu Allah'ning ishi. İkinciden va bima anfaqu min amalihim. Erler o'ziniki xashligan, mesela mihraqqa bergen, toyliq bergen, toy qilgan, undan başka kim keçek, yemek içmek, muşu turalğucay bütün mesreplerin hemmini erler qilib berganlik sebebinden anadikin erler ayollarniki üstüde böyle turup işlerini kırıp, idare kılıp, başkırıp, rehberlik kılıp, muşuna çok berdi deydi Allah Teala. Ana o anadikin yaxşı ayollar degen kim o deydi? Yani saliha ayol degen kim o? Saliha ayol degen mana qonidatdir. Yani Allah'ın Resulü'nü boysunadigan, yüzniki yeriga haram, günah bo'lmagan, emir fermanlarının hemmisi boysunadigan mana ayol kishilar bu nima? Saliha ayol deymiz deydi. Yeni birisi dedikin hafizatul lil gaybi bima hafizallah. İkinciden saliha ayollarniki ikinci sifati o ayollar mana yeri yo'q vaqtning o'zida yerniki mal mulkini va shuningdek yüzini mana haram narsadan nima qiladi saqlaydi deydi. Mana yerim yo'q deb pul bilan buzib chechib qashlab ham shunda yerim yo'q deb boshqa yat er bilan unda qilmasdan men yerim bodikidek uni saqlab mushdaq qiladi. Mushundaqa vaqtniki o'zida bu saliha ayol bo'ladi deydi. Men saliha ayollar bo'ladi. Yana Allah Teala shuni deydiki: "Vallati taxafuhunna nushuzahunna." Yana sizning gepingizga unmaydigan, unmaslikdan qo'rqib qoladigan bir ayollar bo'lib qolgan bo'lsa, qarab baxsan sizning gepingiz unmaydi. Muşda bir mezgil aytib ubdan unudayken burun geping nesi ma'qul deydi. Öyden kirib boğuşsizini chiroyli muomala gap so'z harakatlar bilan kiyimlarini saldırıp chapallarni va kaza nima qilib, mushunda kutib oldingi kiyim, choy, yemek ishmani qo'yib, mushunda qiladigan bir ayoldi. Turibla bu ishni qilmasib qoldim. Nushuz degan shu endi. Ki o'lim olimiz bir qancha nim qildi mush mazmunda. Qan bo'lsa o'chan o'zida sizlar ayollarga ubdan nasihat qilinglar. To'g'ri tushuringlar. Bunda qilma. Allah'ın Resulü bunda degan, bunda olmaydi. Eğer unumasa o'chaning o'zida bu unumapti. Unumasa yine shundoq qilib turibdi. Buni da ishni qilma shuk turibdi yoki qapog'ini turibdi, gap qilolmabdi. Yoki yaxshi aytqilolmabdi, yo xizmatini qilolmabdi. Mushundoq qilgan bo'lsa, o'chan o'zida bu ayollarni o'zining yotgan joyiga tashib etinglar. Yani terk etib etinglar. Siz onunla bilyatmanlı yazsanmı, düzbenlik qilib etinglar deydi. Olimlar mushtash shariy qiladi. Yoki ayrim etinglar. Çünkü ayol kishi sizni yaxshi ko'rgan bo'lsa, bu cho'ng sizga o ayol kishiga bir aram bo'ladi demdi. Bir aram bo'lib, o'sha rohat seziladi. Bu orqali ruhiy zarba yeydi. Buni degandek bu ishni o'ngshildi. Eğer buni unmabdi demdi. Bunda qilsang unmay, davomli ashlaqqan bo'lsa, adab yuzsin buni adabini berib qo'ying. Lekin buni yuz urishga bo'lmaydi. Adadin ziyod unda qochib bo'lmaydi demdi. Yani bu adabini çok berib qo'ying, bu hunna deydi. Eğer bu ayollar sizga bo'ysungan bo'lsa, yani nushuzi tugan, ne bilsang burunqidak anda holat kelgan bo'lsa, undan keyin bularga hech qanday bir yo'l izlamanglar. Endi unidagi bo'ysunib bo'lgandan keyin, endi bunda qilmamsan, endi burun bunda qilibdin deb qo'yni ishni bu endi tagib chiqib, bundaq bir ishni qilib, endi uni men yana voy to'g'ri qilmading deb urib, va hokazo bunda ishni çok qilmanglar deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. İnnalloha kana aliyan kebiran. Cezmen Allah Teala mene katta alidir hem katta büyüktür deydi. Endi bu yerde erlarniki ayollarning boshqarish hem idare qilish, rehberlik qilish meselesi. Endi bu nima uchun bunday bo'ladi? Chunki ayol kishini Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam degandek ayol kishiniki asli tabiati asliden kajarak. Yani kajarak. Yani bu kajarak neymişka? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
hadisda ayol kishiniki o'zini mana qo'g'idan yaratganligini, qo'g'idagi kaj, ya'ni tuz emas, qing'ir shunday bo'lganligini, agar bu ayol kishini men tuzayman desang, o'shaningizda bu qo'g'iniki yoki qo'g'ini tuzayman desang, buzilganligini, sunib ketganligini, sunib kesishning o'zi taloq ekanligini bildigan. Unda o'g'andagi payg'ambar sallam sizlar ayollarga rahbarlik qilib, men ishni o'ni qilmay, uni tuzashtirib, nasihat qilib, mushtaq ashda manfaatlarni ashda yutinglar degan payg'ambar sallamning hadisi var. Yeni bir hadisi Abu Hurayra radhiyallohu ta'alaning hadisi shuna deydi, bu to'g'riliq, bu hadisi bir qancha qatim burungi darsimiz degandik. İstavsu bin nisai xayran. Sizlar ayollarga mendan yaxshi vasiyat qilish, men sizlarga ayollarga yaxshi vasiyatda bo'lishingni vasiyat tavsiya qilaman. Yani ayollarga nihoyatda chiroyli muomala, so'z, harakatlarni qilinglar. Chunki jazman ayol kishi qo'g'idan yaratgan. Mana qo'g'ininki ichidagi eng yuqorisi bu qo'g'ininki eng kasho, eng qing'ir ta'tir shu. Eğer sen bu qo'g'ininki o'zini men rus qilaman desang, sundursan, eğer terk etsen, aşnaksan, aşpetim, men qo'g'in qilmishda holat foydalanaversinki o'pgan valani saqlaverdi. Anda o'g'andakin menden ayollarga yaxshilik qilish yuzidan bir vasiyatim bor, buni cho'q qabul qilinglar. Ayollarga bek yaxshi muomala qilinglar. Bu mening deganimdek kamida deb qilsanglar, o'shan o'zi taloq qilsang, qo'yasan uni shu patim silab, siroyliq, mana atvalab, hurmatlab, mushundoq ya'ni rahbarlik qilib, mana buningga boshlamchilik qilib, o'zini qilib, mushta qilib berib, mushta boshqaringlar deb mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushtaqchon degan deydi. Endi bu nimishki bunday oldu deganda endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki yeni bir hadisi var. Endi ayol kishiniki o'ziniki aqli jihatda bir qadar kam ekanliginiki ustida bir hadisi var. Endi aslida Alloh taolo odamni, havo onamizni yaratgan aql asri o'xshash. Lekin bu aqlniki o'zi bo'lgan bilan aqlning ishlashi uchun unuga mana tafakkur kerak. Tefekkürünki buluş için o adamniki yüzeyini zihniga şu sırtdaki nasim baş sezgiyo aza arkalık sırtın şu adam şu zihniga yani aynakta olan nasin cikarak şoğlusunu düşürüş gerek. Şoğlusunu düşürgendeki anadaki bunu da tefekkür kuvvet anı fikir anlaştırdı. Onudaki akıl şunu işildi dendi. İşlerken bu andaki bu arkalık anadaki bu yerdeki malumat cik oldu. Yani bu yerde köp vaktin üzüde bulup mu burunku devirlerinin üzüde ayal kişiniki üzüne yani öğretmezlik, ilim öğretmezlik, bildirmezlik, uqturmazlik, cahil nadan adette ekip koyduğun işler mene köpüncü çoğu boğan hem bu adı demdi. Bunun için buna nispeten ayallarınki mene bir nesinin biliş malum maddi buluş bir kadar bunun erler karga vaktin üzüde hem ayallarının tabiati öğüdün sırtı çıkmaydıgan cık işine vagaza arlaşmadan boğandayken bir kadar bunu düşü töven. Töven boğandaki bu itibarla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men töven kedisi de ayollarınki akıllınki bir kadar kem ikenlik bu yerde şu bildiğin. Bu yerde akıllının kem ikenlik bildiğin nakı ya bu yerde kem sitişemez. Yani asli tabiatideki boğan nasıl depbiriş. Depbiriş bu. Yani akıllı kan bunun mukatın demek ki emez. Yani muşundak bu kaldı bu muşundak ayollar. Anda boğandaki sıra muşluk karta muamele kılınlar diyen geplendi. Bu yerdemde yaraki din düşmanları muşundak Peygamber sallallahu muşu yedisi ve akazanını bilmek ayallarının üstüde din diyen İslam din diyen ayallarının harlaydı devaltırıp her fasatlarını çok çıkır dendi. Bunu da İbn Ömer radıyallahu ta'ala'nın şuna deydi Peygamber aleyhissalatu vesselam şuna degen men dini aklı kam ayalladın kömedim ki o dini aklı din ve aklı kam boğan ayallar mene en idiyse şunda kuşluk kararlılık mustahkem boğan kişilerinki kalbini epkedidir bula. Aklı kam olmasa dini kam ajnatırlığın mustahkem boğan şunda iş kandan tevrenmeyden aşında mustahkem iradelik kişilerini epkedidir o. Muşunda bir kişini kömedim acayip iş ya bu. Dedi. Digen diken bu ayallarının işçiden şundan caranlık, keskin, sözlük bir ayal kopup dedi ki ya Resulullah bu ayal kişinin ki aklı ve dini kem digen ne digen gap bu
degan vaqtimizda payg'ambar alayhisalom dediki, ammo ayol kishining aqlniki kam bo'lishi, mana ikki ayolniki guvohligi bir er kishi barobar. Dinninki kam bo'lishi, chunki sizning biringlar Ramazon iftor qilsan, bir qancha kun tursilan, namozchi o'qimaysizlar. Ya'ni Ramazonda men odat ko'rib qoldim, ro'za tutmaysizlar. Ya'ni boshqa vaqtda men odat ko'rib qoldim deb bir qancha kun nim qilmaysan, namozni o'qimaysan. Meni mushuk qilishlik o'zi nimani bildirdi? Aql bilan dinninki kam ekanligini bu yerda nim qildi bildirdi. Ana bu yerda ikki erning ikki ayolning bir erniki guvohlik barobar bo'lishi, guvohlikni ko'rish kerak. Ma'lum bo'lish kerak. Buni qarta ayol kishi ham ko'pincha vaqtda uyda turib, jamiyatda bir taraf bunday holat bo'lgan ekan, bu yerda aqlchi ma'lum kam bo'ladi, kam bo'lgandan u yerda deganimizdek, ya'ni bu sho'ng ikki ayol kishini bu yerda kam bo'lgan bo'ladi. Ana bunda degan bo'lgandan keyin ayol kishiniki ma'lumoti ham nemisi sal tuvan o'qish, nemisi kam shundoq din dushmanlariniki, kofirlarniki qilg'an asosan, ya'ni qizlarni o'qitmaydigan, ayollarni o'rgatmaydigan, bildirmaydigan holat cho'ban. Buningdan ana shundoq xafalik kelib chiqadi endi. Xafalik kelib chiqqandan keyin ana degan ayol kishi yuzdagi yeriga qo'pollik qilib, shundoq xafa qilsa, g'azbini keltirsa, ochiqni keltirsa qandoq bo'ladiganligini bilmaydi. Shuningdek erninki ayolning ustidagi, ayolning erning ustidagi. Hatto ayollar mening ustimdagi, ya'ni mening ayrimning ustidagi haqqi nima? Meningki ayrimning mening ustimdagi haqqi nima deganini bilmay, yüz birden binesi vatkan, yeni anı vatkan, muş arkalık aileninki buzulup, muşta vayran buluş sebepçi bu. Eğer o malumat, emin boğan bosu mu, yani ayol kişinin tabiiyeti dediğini azırak karşılık olgandayken, yüzdeki küçükken ilmiga temenni kırıp, ya ki ilim upkası ilmiga emel kılmay, yüzdeki iri vakazalgı zotalı kırıp, kibirli kırıp, onu gepi unmayma, alım tut dep, muşta kıldığı işler çoğu, ba. Eğer bunda bir ma'lumot ayol olgan bo'lsa, eğer men o'zi shunda katta olim bo'lib ketsam, iri degan shu iri olgan bo'ladi, nima desa shu bu ish qilish kerak endi. Bu kibrlik qilishga hargiz bu yerda shu bo'lmaydi. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki, yine bu hadis bir qancha hadis bor. Endi Usama ibn Zayd radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan bir hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunda degan: Mendan keyin erlerge en zararlı olan neyse ayollarmış. Ayollardı mı bek erler ziyan kılıdığan, ziyan yetkizdiğan bir məxluq koymadığı, bu bek ziyan yetkizdiği diyen. Bu yerde devatkallıqını ki özü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemiyetke qarab bu vatkaş. Mene hazır mı? Şu er kişilerge zarar yetkizdiğan, cemiyetke ziyan yetkizdiğan, millet halkka mene muşu devletke ziyan yetkizgan işlerini köpüncesi ayollardan çıkıyor hem de. Mene bir devletke ya bir yerge casus kılışniki köpüncesi nemqavatı ayollarını işletiyor. Kapırlar ayollarını işletiş arkalık şu arka uyarı mehbiyeti var kaza nemişte erlerini kolu keltirip herkese işini kılıp muş kanı körümüz. Hazır hem de Müslümanlar dünyasını kapırlarını ki muşla istila kılıp idare kılıp muşla kıvırışı ayollarını kökü götürüp ayollarını kılıp muşunda qımığa iş çok qanmaydı. Hazır mene radyo, televizor, muşu gez jurnalı qarsak 170-80% etrafındaki bu haberlerdeki yüzü ayollarınki üstüde. Ayollarınki yeli moda, yeli güzel, yeli seten, andak çıraylık, mandak güzel der. Yeli hakim, yeli makim, yeli nimqatkan, biden nimqatkan, andak qatkan, vay xurapatlık deb, manda qara çıraylık ubdan kelgenlerini aşındak qatkan. Bu arkalık anadeken ayollarını bozup ayollar kök muşdak jaqırap çıkıp, öl kirgende erlerinin gibi unmay erine ayol hukuktu beraber deb, muşu aletken nimqattemde İslam dünyası, dünyanı, cemiyetini kafirla muşdak buzuvattemde. Buzup hazır. Ya mümin bilen mümin degan Müslüman o emas, kafirimiz kafir emas. Bu yıl qarab baxsak, erlerniki ancha pek özgürüp ketkeni yok. Ama ayollarga qarab baxsak, ayolsiz güzel, siz chiroyli desa, xijil bo'lmasdan bütün a'zolari men deb turadigan kiyimni kiyib yuriydi demasin bula. Hattoki shundoq desani, ba'zi yerda anglaymiz, qip yalang'och sahnaga chiqadigan holat bor. Bu nereden keldi bu? Yoki shundoq qilmaydi. Bu hergiz ayollar, yaxshi ayollar, ubdan, salihan, muttaqi ayollar qartilgan gap emas.
Lekin ko'p son vaqtning o'zida mush ayollardan kelib chiqadi. Zarar mushadi kelib chiqadi endi. Shu ayol kishi ashuna tug'gandan keyin el aani kiyib tuyatgan, el mamani kiyib tuyatgan, uy kirgandan keyin ayerniki beshini og'irtib, "Men an eppa, meni qippa, anda qipti, menda kiyibdi, men undan qalamdim." Ha? U anası meni nemishga narim kamkan, men o'xshash xotin emasman, deb o'ltirib, mushunda ishni qilganini biz ko'ryapmiz. Shuning uchun mana ayol kishi bundoq ishlardan nima qilish kerak? Diqqatli qilish kerak endi. Yeni bir hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki İbn Mesud radıyallahu ta'ala'nın bir hadisi var. Şu hadis şuna deydi. Ayol kishi degan öğretti. Qachoniki ayol kishi uydan sirib chiqib qolsa, bu ayol kishiga shayton marab turdi. Deydi endi. Shayton marab turib, shundoq uydan taloq chiqib bo'lgandiki shayton marab qanday qiladi? Oyat andaq ekan, kim mundaq kim, mandaq man, chiroyli bo'lsin uchun tar kimkay, nepiz kimkay, mandaq qara, andaq o'zi yasa, mandaq setan ol deb, o shayton uningki o ayolning ishini kuchkitib, uningki qarisimu qarigan boshqani ko'may, faqat shu ayollarninkini, ayol turib ayollarninki kiyimiga diqqat qilgan, andaq kiyim kiyibdi, men mandaq kiysan bo'g'dak. Mandaq yurib ko'rdim, andaq qilibdi deb, mushundaq qildi, shu qilish orqali uni o'rganib aningdan keyin shayton shunday bo'ladi. Aniki şeytanlaşkan insanların kendimiz bu. Şu arkalı yine aşındak alette, yine mandak alet körüvatımız. Hatta bana hazırki devrimizdeki üzede, bunun devride yok. Ayalla güzelliği sağlığını edeydiğin bir nes çıktı. Bu erkişlerinki esli settraşlığı erkişliğini kıldı. Hazır hem de erkişliğin besip düşüp, erkişlerinki mine settraş hanısım ayallığınki güzellik sağlığını edeydiğin her isimlerini koyup, müştakavat kalanı körümüz. Bular bir kirgan vaqt o'zida erlardan natijasi pul xashlab chiqqanligini uchun ko'ryapmiz. Bu nima chiqdi? Shayton nima ekan? Yani bu endi. Endi bu erkinlikmi? Bu erkinlik emas, bu buzush. Agar nimkon bo'lsa. Bir odam bir tug'an bir jamiyatda hamma ayolninki o'zi unda bir ish yo'q. Hammasi meni o'rat joylarini yeb, shunda bir jamiyat yashapti. Yassımı şu ayol şundan ötüdü, şu ermi şundan ötüdü. O ayolun üze, bana uyada ehsiz çok kanmaydı. Uyadı ki tehi rahat, farahat, hatırcam, şunda hoşallık da uyadı başkandı. Onu gayrı çok. Onda kımgalan kürvatımız. Yeli kim bağ mı, yok mu? Hicil olmaydı da andi. Hem yerimini ben hep tuğan, aç koçuk çıkıp başına manganem tehaydı. Benim muşna adam kürvatımız bu şeytanın işi olmaydı diyememdi. Bu asas buzukluk şuna. Ayollarda nima qildi keladi. Şu asas buzukluk ayollarda kelganlik uchun tarixdan bu yan mushu İslam devlet shu ubdan yerdagi ishlarni qo'lga keltirib mustamlik qilishga mana kafir kuchlar, dushman kuchlar ayollarni ishga solgan. Ayol qayerdagi jamiyatniki buzilishi yoki uniki mana yaxshi bo'lishi ayol kishiga bog'liq. Oildami shu, balvoqimizmi shu. Balvaqımızdaki qanda bu şey şu balın apsoğun apsıga bağlı. Eğer apsı resmi diyanetlikinin boğamızı balın şundak çıkıdı. Bunun hiç kadar gap yok. Emmimiz emniyet kürvatımız. Naçar ahlak, pas ayağımız ballarım şundak çıkıdı emni. Çünkü ayarlarındaki tesiri öyde fevkulatı cık emmimize girmedim. Mene Mutarib ibn Abdullah ibn Şuhayr razıyallahu ta'ala'nın rivayet eden bir hadisi var. Şu hadiste şuna degan bir rivayet varken, endi bu adamning ishga ayoli varken, bu adam bir kun bir ayolni qashidan kelgan vaqt o'zida qaytibdi. Diyor bir ayoli kipdik, debdiki, sen palon qadimni qashidan kipsan. Degan vaqt o'zida bu Mutarib ibn Abdullah shuna debdi ekan. Men İmran ibn Husayn radhiyallohu ta'alaning qashidan keldim. O adam bizga Peygamber sallallohu aleyhi ve sellem'den bunday bir hadisini deb berdi. Nima deb? Cezmen cennetni tug'uvchi kishilarniki eng izi ayollar. Cennetga tug'an, cennet kirgan kishilarniki turayotgan kishilarning eng oz izi ayollar ekan, ko'pi er kishilik ekan degan deb siz mushunday qilganingiz uchun. Deb mushtaqcho debdi ekan. Nimishqa? Chunki ayollarniki xatoligi natijik. Çünkü ayolun yüzü tabiiyati her tarafdan o'xshamaydi endi. Bu yerda hargiz bu yerda ayollarni kamsitib yoki nem qilish emas.
bu yerde şu yıllık aslideki Allah yaratkan yıllık hususiyeti dep vermekçi. Bu yerde bizim bedenimizde Allah Teala hemen yarattı. Bu yerde en ulukça baş. Bu yerde kolununki putunu gepini kılışıp koluna putunu hakaretlep emez. Bununki hususiyetini devatimiz. Hususiyetini devatkandaki kol degen tutulgan narsa. Baş parmağı degen mandak aciz, mağ kuşluk. Anda o deken manıda eğrini tutsun, manıda tutsuz degenin yüzü bu yerde hakaretleşemez. Bu yerde hakaretleşemez. Fakat şunun hususi dep veriş. Bu yerde ayarlarının hususi dep veriş. Ayarlarının hususiyetini bu adamlar okamaydı. Bu dünyadaki bu her kanda farapısı doktorla bu ne kancı kısmı okamay biz benim deydi inmeyimiz. Bu ne? İnsan ne? Ayal ne? Yaratkan zat yüzü bilir. Hem onun elçisi bilgelik için şu bu doğruluk mene yediz hem ayetin için toxtulup atımız. Şunda işçi bu ayal kerindaşlarımız bu kalmışsın. Bunda bir işe giriptar bulup hatalık çok kirip kalmışsın. Hatalık kirip dözak kirip kalmışsın deyimiz. Bu işimiz. Fakat bu. Bu yada ne emez. O ayal kişi diyen bizim ağaçımız yansıkında apımız oldu. Bu her gün hakaret töven görüşemiz. Yani bunda kınmaz için. Aldığından bunu müdafaa kılış için buldu. Şimdi yukarıki ayetteki yüzüde yukarıki ayette mene ayal kişininki boysunmaslıktan korksanlar dedim. Bu yerde boysunmaksa biz ayette başta degендek burun asli ayal kişi yüzünün yerindeki razılığına eriş için devamlı erninki mene neymişlik kısa yaxşı hoş oldu. Nemini kısa hap oldu degen muşna mezmununu muşna haleti bulup bunu en kısa müddeti bilip buluş gerek. Şu bucu muamelesi gerek. Mene o mene adette öğünü fakiz tutuşu, reddlik buluşu, yüzü öğünü içinde yaslanıp pakiz muşunda pıraklık muşna haleti turuşu, kirga vakti çıraylık külüp muşna kılışı digerledek muşna işte. Muş işlik kılması adı dokan ayetten. Muş kılmakta bu canımızın muşuz degen gep çıkıdı deydi. Endi bu ayal kişi ayallık boğan haletindeki üzüden endi bu yeleke nim için bizim ayallığa oxşaş kılmaydı andı deydiğen bunda arzucu bulup kalıdı. Bu doğrulda endi. Bu doğrulda mesela bazı miras vakıza işlerde bunu da Allah Teala Kur'an-ı Kerim şuna deydi ki وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ فِي بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ Sıra Allah Teala'sının bazınınki üstüge ağlaya kaldı. Bunu size arzu kılmanla. Nim için Allah bana ağlaya kıldı, benim şunda nim için kılmaptı deydiğim bunda arzu işini çok kılmanla. Çünkü Allah Teala hemmini bilgicidir, hemmini bilgendiyken onu nim için onda kılıştı ki hikmetini Allah hem bilgicidir. Allah hem bilgici olandayken onun aklı kanda olğanı hem Allah bilgicidir. Anda olandaki Allah'ınki iş bu. Deydemdi. Allah'ın işi bu. Bunu her güz onda manda olsam bup diken, andaksam bup diken digen. Bunda bir işini çoğu koymanla deydemdi. Bu adamdı kavvamune elen nisa, er-ricalu kavvamin elen nisa digen ayette iki xil näsini kıldı. Birisi Allah aşında erlerini ayalan idare kılıdığan yani bir cismani ve ruhi ve başka tarafta bir kadar yukarı kıp yarattı. Yani birisi andikin erle özünki mal mülkini ayallarını bakımen nem kılmadı. Bütün hıracet emmeni kalıdı. Müşk sebepten diyen müştan çoğu yedisi var. Anda o andikin bunu asasen ayal erkişi aşına kabağıdaki ayal kişideki üzü yerini hap kılıp yüzdeki turmuş vakıza kişinin aşına deppese kıppesem yeni kıppe bunu dep bunda kılışı şu doğru hap kılışı. Şunu da eğer ayal erkişinin yüzü bunda kılamaptı. Yani uçanın yüzde mal, muluk yokken ya ki bazı bir neresi kam bup kaptı. Yani iktisat ya ki öy kira ya ki öy tutuşturmuşsal vaktince aşına hap kalgan bolsa ya kim keyçek cehette degen öpüramagan bolsa onu apır o dep çok kılışkı bolmaydı. Bunuğa ne mi deydi? Eğer aşına bir iş kalgan bolsa mene o ayal aşda tespit kan bolsa aşda kalmamız sabır kılıp onu kılış kılıp savıp buludu. Eğer onu kılıp kalgan bolsa mahkemeye berip uçan üzümünü ispatlaydı onda kısa yaklık. Lekin aşında kılıp kalgan vaktin üzüm ayal kişininki üzü bu ne boğan buluşuyla günahkar oldu deydemdi. Günahkar olup burun bacağı makul deysiz yani yok canın üzüm onda kısız kandak oldu dep bu cihetin günahkar. Ama yüzden hakkı benim yerim esma öğü tutup bir şey kim geçer yemek içmek o akaza kişinin özemi öğü tutup bir ayaldak ayrı bir öğüt düşüyor. Hakkım var. Bunu kıpır ahmedi. Anna onu acı içip getirmediyse hakkı. Ama bunun sabrı kanı savab.
Ama bunu qilib qilib ashunda qilib qilgan bo'lsa, yana cho'ng bir xatolik ishni bu yerda qancha bo'lib qoladi deydi endi. Anda bo'lgandan keyin bundaq ayol qarindoshlarimizniki o'zi har qanday vaqtning o'zida o'ziniki erininki buyrug'i bo'ysunib, mana o'rtaq meni hayotni davomlashtirishi kerak. Qattiq roziligini izlash kerak. Bu to'g'rida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deydi. Bir odam o'zini bir ayol o'ziniki 5 vaqt namozni o'qigan bo'lsa, ro'za eydiga ro'zani tutgan bo'lsa, o'zidagi jinsiy a'zosini harom ishdan saqlagan bo'lsa, eriga bo'ysungan bo'lsa, bu ayolga deyiladiki, jannatning qaysi darvozasidan kirsangiz mayli kiring deb mushundaqcha deyiladi deydi. Endi jannatning darvozasi qaysiga kirishga mana sabab bo'lgan narsa nima ekan? Shu ayol kishiniki eriga bo'ysunib, ko'ngilsizlik qilib, buyruqqa mana amal qilmay, hurmatini qilmay, bundaq qilib qolgan bo'lsa, uchu deyilmaydi. Buchu deyilmaydi. Davomli o ayolning o'zi mana 5 vaqt namoz o'qib qo'yib hisob emas. Ro'za tutib hisob emas. Shu ayol erib qolsa, erining roziligini buyruqcha bo'ysunish kerak. Erining roziligini erish kerak, aniga jannatga kiradi. Bo'lmasa men namoz o'qidim deb ko'p erini tashlab qo'yib, hech qanday achchiq ekan ish qilib qo'yib, o'zining ishini qilsa, u joy bo'lmaydi. Erining haqqi degan u alohida yuqori, u farz o'rnida. Shunga ayol kishining o'zi eri bor vaqtdagi o'zida nafl ro'za tutishga bo'lmaydi. Chunki nafl degan nafla nima? Erining haqqi degan u farz. Farzni qilib qo'yib nafl qilishga bo'lmaydi. Shu buningdan qat'iy nima qilishga to'g'ri tushunish kerak. Endi bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna dediki, payg'ambar shuna dedi. Mana o'ziningki eriga bo'ysunib ketib olgan ayol kishiga mana havodagi ucharlik, suvdagi baliqlar, osmondagi farishtalar, mana quyosh, oy mana istig'for etib turdi. Allohumma g'firlaha, Allohumma g'firlaha, Allohumma g'firlaha deb turdi. Qachoniki shu ayol o'ziningki erininki rizoligida bo'lsa deydi. Rozi bo'lgan muddatda davomli mush mavjudotning hammasi ucharlik, dengizdagi baliq, farishtalar hammasi Allohumma g'firlaha, Allohumma g'firlaha deb Allohdan bu ayolniki gunohniki mag'firat talab qilib turadi. Bu cho'ng bir nima bu? Sharofatli bir ish. Bunaga erishish uchun ayol kishi qanday qilish kerak? Eriga bo'ysunish kerak. Her gün qo'pollik qilib, zo'talik qilib, xafa qilgan ishni cho'q qilmaslik kerak. Qanday bir ayol o'zining eriga osi bo'lsa, erining buyruq bo'ysunmasa, o'shaningizda bundaq ayolga Allohning, farishtaning, insonlarning hammasininki la'nat olsun dedi payg'ambar. Qanday bir kishi, ayol kishi o'zininki mana erining yuziga shundaq bo'lmag'or, shundaq yalaqi so'z yüz, yani yüz içilgan abus deymiz. Abusiga yani tutuq, yani qo'pol, mundaq achchiq kelgan. Bunda bir holatda undaqcha qilib qolgan bo'lsa, mana bu ayolniki o'zi Allohninki g'azabining ichida bo'ladi. Shu ayol shu yerini kuldigan qadar, roziligini olgan qadar deydi. Yine bu yerda achchig'im keldi deb ayol kishining o'zi yeriga mana sürün yüz bilen, kopal yüz bilen, şundan açık yüz bilen, bundaq sat yüz bilen, sat qilib yüzünü qilib qo'yishning o'zi Allohninki g'azabiga çok berib qoladi. G'azab berib qolgandan keyin bu ishga berib qolgan o'zi nima u to'g'ri emas. Mana bunda ish qachon tugaydi ekan, andan keyin Allohning g'azabi tugaydi, bo'lmasa, ashta holat shu qoladi deb mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushtaqcho degan. deydi. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.